o'z ustaning ishini shunda ko'rinadi mana. Devor holatini ko'rayotgan bo'lsalar kerak, buni ustalarimiz juda yaxshi tushunadi. Mana eshiklar bir-biriga qanaqa darajada balans beryapti. Idealni qilib olingan. Qo'yib turasiz. Mana har bitta tarafimiz mana hech qanaqa tashash valnari yo'q. Hatto etajdan etajga ulanish burchaklarimiz bor. Ana shu burchakka bitta pravilani qo'yib ko'rasizmi? Mana ko'rib turibsizlar. Etajdan etajga ulanishlari ham 90larni chiqarib olingan. Juda ham idealni holatda bo'lgan xudo xolasa. Mana shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga aloqaga chiqsalaring, sifatli cho'tka qilib xudo xolasa mana bu joyimiz plita bo'lgan, gruntopka, beton kontakt и rodbom bilan mana holatni ko'rib turibsizlar. Aboy uchun tayinlangan bu yerlar, bambuk yoki pili aboy. Xonalarimiz ham shunaqa bo'lgan birinchi etajda. Mana har bitta xonamizni patolog qismlari plita bo'lgan, hop rodbom bilan ishlangan. Hop kelajakda hop ajratkasi uchun hop variantimiz aboy yoki bambuk. Xonalariga, ligisiga qarab, dizayniga qarab xudo xolasa qilinadi. Mana ko'rib turibsizlar, stenalarimiz holatlarini. Mana stenalarimiz bu rodbom holatda. Bundan tashqari shikaturka, bitta sementovoy ahakka har qanaqasiga xudo xolasa olib, chiroyli qilib o'zlaringga yoqadigan qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'ladi. Aloqa raqamlari qoldiriladi. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bu yerimizda hop xonalarimiz, koridorimiz ohak suvga bo'lgan, tashqarida bu yerlar sementovoy bo'lgan, fasad qismlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana shikaturkasi sementovoy bo'lgan bularga endi hozir bugun endi pardozlari berilyapti. Hop bu yerga sementovoy tiyaga ishlari qilinadi, xudo xolasa. Ularni ham keyin bir qator videoga olib, obzor qilib joylab boramiz. Bu yerlarga sementovoy tiyagadan o'zimiz proyektlarimiz bor, xudo xolasa bitganda ularni ham chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib boramiz. Mana shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerdagi manzilimiz Namangan To'raqo'rg'on shaharida. Hop, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Yaqin territoriyalar bo'lsa, chiroyli qilib skidka narxda xizmatlarimizni qilib beramiz.